Do'stlar, assalomu alaykum. Parranda ishqibozlari YouTube kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa, jo'jalarimiz 3 oylikdan o'tib qoldi. Sotuvda. Yo'llarda hamma yoqda bor. Kimga qancha kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidanmiz. Xo'p, jo'jalarimiz kuniga narxi oshib ketaveradi. Dastavkalarimiz 12 ta viloyatga bor. Xo'p, dastavkalarimiz pullik bo'ladi, отдельно pullik bo'ladi. Do'stlar, bular haqida ozgina ma'lumot berib o'taman. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga ozgina tushuncha bo'ladi. Andijon qora jo'jalari 6 oyga tuxumga kiradi. 4,5 oydan 6 oygacha degan, endi boqilishi bilan hamma har xil boqqani uchun 6 oy deb aytyapmiz. Uzoq 6 oyga tuxumga kiradi. Xo'sh, makyonlari 2 kilo, 2 kilodan sal oshadi. Xo'rozlari 3-3,5 kilogacha go'sht beradi. Yiliga makyonlari 250 tadan 270 tagacha tuxum beradi. Kimga shunaqa sog'lom ajoyib jo'jalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Jo'jalarimiz bor, anchagina. Xo'p, 300 ga yaqin jo'jamiz bor. Mana jo'jalarimizning holati. Mana yuqoridan olingan holati. Jo'jalar ozgina ko'rsatib o'taman. Do'stlar, narxlariga keladigan bo'lsak, 66 ming so'mdan bo'lyapti. Bugungi kungi narxi do'stlar. Bu yoqda ham bor. Jo'jalarimiz holati. Xo'roz makonlari aralash 5 taga bitta qilib beramiz xo'rozlarini. Manzilimiz yana bir marta eslatib o'taman. Manzilimiz Qashqadaryo viloyat Yakkabog' tumanidamiz do'stlar. 12 ta viloyatga dastavkamiz bor. Dastavkalar отдельно pullik bo'ladi. Narxlari 66 ming so'mdan aytdim. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar do'stlar. To'g'ri, ichiga hammasi standart emas. Aytib qo'yaman, bunaqa buni ketayotgan kichkina, sal kichikroq bo'lib qolgan variantlar. Yoshi bir xil, lekin albatta ichida sal kichikroqlari ham bor. Hammasi yirik, katta emas. Ichida sal kichikroqlari ham bor do'stlar. Hammaga rahmat. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.